Assalomu alaykum, hurmatli bizani kuzatuvchilar. Bugun navbatdagi obyektimizga keldik. Bu obyektimizga mana yosh arxitektor to'yiriga keladigan bir nechta bolalarni ham, shogird bolalarni ham olib keldik. Xudo xolasa hozir bu obyektimizda nima ishlar qilishimiz kerakligini, o'sha interior dizayn loyihasini nimadan boshlab, o'sha nimada tugatishini har bitta jarayonlarini birgalikda bolalarga tushuntirib, ko'rsatib beramiz. Ishlarimizni boshlaymiz xudo xolasa. Qavatli turar joy binosi 2 qavat mo'ljallangan, plus podval qismi ham bor. Biz har bitta xonasini demak dizayn ko'rinishlarini, dizayn yechimlarini qilishimiz kerak. Buyurtma olganimizda birinchi qiladigan ishimiz obyektga kelamiz, o'sha qurilish maydoniga kelib, biz birinchi o'rganamiz. Binoning uslubini, qurilish texnikasini o'rganamiz. Ana undan keyin biz demak o'lchov ishlarini amalga oshirishimiz kerak. Undan keyin biz xonani kompyuterda AutoCADda xuddi shu o'lcham bo'yicha chizib olinadi. Binonimizni umumiy holatda qanaqa uslubdaligini bildikmi, demak shu uslubdan kelib chiqib biz ularga taklif berishimiz kerak. Misol uchun bu xonadonni hozir klassik uslubida dizayn qilib bo'lmaydi. Chunki bu unga pozorat qilmaydi. Masalan, internetdan olib biz agar ularga beradigan bo'lsak, u bizani ishimiz bo'lmaydimi? Ertaga biz dizayn qiladigan bo'lsa, shu kачествоsi yoki o'sha texnikasi to'g'ri kelmay qoladi. Uni biladi. Menga ko'rsatganingiz boshqacha edi deydi. Shuning uchun imенно biz o'zimiz qilgan ishlardan ularga namuna ko'rsatsak, tekis kesiladi yoki bilan tashlasak yoki kiyimni tartib qilsa ham yaxshisi tekis bo'lib turadi. Ba'zi joylarda ma'lik bilan yopishadi ustini. Yozayotgan jarayonini hozir. Bu xususiyatlar har bitta xonani bitta-bitta berib qo'yishimiz kerak. Yaxshi kadrda shu